Toshkentda uy atrofida parkovka qilish qoidalari o'zgaryapti. Tunda bepul, kunduzi pullik. Avtomobilni uy oldiga qo'yish endilikda kimning mashinasi bahaybatligiga qarab emas, ruxsatnoma bilan bo'ladi. Toshkent shahrida pulli to'xtab turish joylarida rezidentlar uchun maxsus avtoturargoh ruxsatnomalari joriy etilmoqda. Toshkent shahar hokimi qaroriga ko'ra 2026-yil 1-fevraldan e'tiboran har bir turar joy manzili uchun ko'pi bilan 2 rezident ruxsatnoma rasmiylashtirish mumkin. Bunda yillik to'lov miqdori bir bazaviy hisoblash miqdori, ya'ni hozircha 412 ming so'm. Ruxsatnoma rasmiylashtirmagan rezidentlar uchun kechqurun soat 20:00 dan ertalabki 8:00 gacha 12 soat mobaynida to'xtab turish bepul bo'ladi. Kunduzgi 12 soatda esa belgilangan tariflar asosida to'lov undiriladi. Bundan tushunish mumkinki, norezidentlarga tunda ham pullik bo'ladi. Yillik to'lovni amalga oshirganlarga uy atrofidan ma'lum bir joy biriktirib qo'yiladimi, yo'qmi, bunisiga aniqlik kiritilmagan. Xullas, bu yog'iga endi tunda mashina tekinga turadi, kunduzi esa pul hisoblaydi yoki yillik to'lov qilishga to'g'ri keladi. Eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun Vaqtuzga obuna bo'ling.